Assalomu alaykum qadrli obunachilar, YouTube ishqibozlari, arashan qo'yish ishqibozlari, hoji akalar, hojotalar. Xo'p, akalar bugungi xohlasa va'da qilganimizdek sovg'alarimizni chiqaramiz. Shu videoni o'zida hozir bir 5 tacha chiqaramiz inshaalloh. Videoni oxirigacha ko'rsalaring. Birinchisi tushmasa, ikkinchisi yo uchinchisi yo 4-5-inchisi albatta sizga tushadi. Narxi, parametrlar hammasi tushadi inshaalloh. Hop, ismim Abduqodir akalar. Bu shogirdim Xurshidbek. Xudo xolasa buni kanaliga ham bugun yangi narsalar chiqaramiz. Bu ham anchadan chiqargan yo'q. Hozirgina mazasi yo'q edi. Endi tuzalib xudo xolasa Alloh shifo bersin. Xo'p, akalar, bu birinchi qo'yimiz. Qaranglar, telefon qilishda birinchi qo'y, ikkinchi qo'y, uchinchi qo'y Abduqodir desalar, men shundan tushunib olaveraman. Bu birinchi qo'yimiz akalar. Mana parametrlarni ko'rsatay, orqalarni, quyruqlarini. Aybi boqadagi. Oriq hali. Boqadagi. Bellari ham o'z bilinib turibdi boqadaganligini. Mana oyoq qo'llari tekis tikkan, kallalari. Aybi boqadigan akalar. Quloqlarni ko'ringlar. Quloqlarni ham o'lchab ko'rsatib beraman agar imkon qilasam, chunki bitta qo'ldaman. Shinotach qiynamasdan. Kichikkan chiqargan. Yaqinda chiqqan, unaqa ko'p bo'lmagan. Hozir bo'ylarini o'lchab, quloqlarni o'lchab ko'rsatib beraman. Bu birinchi qo'yimiz akalar. Metrda olib keldim. Bo'yi kichkina deganlarga bu ozgina aytyapman, qarovsiz qolib ketgan. Ancha tarbiya qilib olasizlar o'zlaring. Yemni berib, bosib berib qarasalaring, inshaalloh zo'r narsa bo'ladi. Mana bo'yin. Ko'rib olaverasizlar akalar, nechchini ko'rayotgan bo'lsalaring, men aytmayman. Hozir quloqni ham o'lchab ko'rsatib beraman. Metrda endi 2 kishi bir bola qilib qo'yib olamiz, Xurshidbek. Shu yerga kalsudan ushlab tursang, men sekin oyog'ini ko'rsatib qo'yaman. Sekin. Biz quloqi akalar 20 plyusga javob. 20 ga olaveringlar, 20 ga javob beraman. Chunki o'zim realniy qo'lim bilan o'lchab ko'rganman. 20 ga javob. Kalla. Xo'p, bu birinchisi akalar. Xo'p. Hozir ikkinchilar. Birinchisi narxini aytib o'tib ketay akalar. Narxi $700. Kelishadigan joyi bor. Kelishamiz. $700 dastavkasi ichida. Sunnatiga savdo qilaverasizlar, o'zlaring shablonlaringiz tushirib. Keyingi arzonroqlari ham bor hozir. Xo'p, akalar, bu ikkinchi qo'yimiz, ikkinchi qo'zi bu. 7 oylikka qarab ketayotgan qo'zi, oyoqlari tekislikka. Bu ozgina hurkagroq aybi, lekin o'ta tikka qo'zi. Mana ikkinchi qo'zimiz. Bu narxi ham qulay bu. Mana. Buni uyimga kelganiga o'zi ancha qoldi, uyimizga kelganiga, o'zimiz olinganiga. Quloqlari but-butun ikkala quloqi ham. Tishlarini ko'rsatib qo'ying. Tishlari qo'zi hali bu kichkina qo'zi. Baracha. Tishlar. Oldilari o'ta cho'tki. Xo'p. Buni bo'ylarini ham ko'rsatib qo'y. O'rgarib yerdan bo'yi. Mana to'g'risi turibdi ekranim, bunaqa metrda. Xo'p, bo'y mana shu quloqni ustadan metrda olib kelamiz men. Xo'p, quloqini shunday men ko'z taxmin aytaman, borganda 1 sm ga ham javob beraman. Xo'p, 19 chiqaveradi qulog'i, javob 19 ga. 19 plyus ham chiqadi, 19 ga javob, 19 ga olaverasizlar. 7 oylik qo'zi. Bo'yini ko'rsating, quloqlar 19 butun. Chiroyli narsa. Puli 6,5 million kami bor. Kelishiladigan holatda bor. 6,5 million kami bor. Mana. Uchinchisini ko'rsataman. Bu akalar, bu uchinchi qo'zimiz. Bu ham qo'zi, bu ham hozirgi qo'zi bilan bir xil, teppa-teng. Yosh oyligi 7 oylikka qarab ketayotgan sog'liq qo'zi. Hozir buni ham quyruqlarini polni ko'rsataman mana. Quyruqlarni ko'rsatib. Mana quyruq. Dumba tekis, naqaligi chatoq dumbadan emas, bachkana dumbadan emas. Mana junlar, yiltir jun. Juni olib qo'yilgan qo'zi barra junini mana yiltirish kelayotgan mana quloq. Quloq 20 ga o'radi, javob 20 ga inshaalloh. Yoltirib qo'ymasa xudoyim. Qo'ziligini bitta ko'rsatib qo'y, Xurshidbek. Barra hali. Tushlar. Bularda akalar bunday. Buni 7-8tasini kiyganiga bir 2 oy bo'lib qoldi o'zim uyimizga kelganiga. Olinganiga. Mana qo'zi. Udar yiltir qo'zi. Mana tuyoqlar tikka tekis, buni ham bo'yiga metr qo'yaman. Bo'yiga metr qo'yib ko'rsatib qo'yaman. Yerdan mana metr. Mana 70 men qo'lim tayyor turibdi. Ko'rib olaverasizlar o'zlaring. Sifat. Bular endi kichkina qo'zi, barra, buyul qochmaydi. Kimdirlar qochiradi shuni ham, lekin buyulga qochirmash kerak bu qo'ylarni. Buyuldan keyin qo'yish kerak.
Xo'p, akalar buni narxi 6,5 million so'm, dastavkasi ichida 6,5 millionga yetkazib beraman. Hozir 4-chisini ko'rsataman. Bu 3-chisi mana. Xo'p, obunachilar, bu 4-chi qo'zimiz. Bu ham qo'zi, 7 oylik qo'zi. Endi 5 kun 10 kun nari beramiz. 7 oylikka aytyapmiz, 5-4 kun nari beri. Alloh biladi. Xo'p, bu 4-chi qo'zimiz. Mana buni quyruqlari tekis, lekin tepaga qaragan. Yapaloq dumbada. Mana yo'qlari ham tikka, yopmagan. Kallalari mana. Buni qulog'i 20 kilo. Hozir to'xtab turing, bitta o'lchab metrimizda usta ishlatyapti hozir. Usta buva. Metrni berib turib endi 1 minutga yana. Qo'y ko'p akalar. Hammasini birma-bir chiqargani. Usta buvadan metrni olamiz. Mana shuni ishlamaydiganlar bo'lishi mumkin. Shuni o'lchab ko'rsatib beraveray. To'g'ri shu. Shu. Mana. Akalar aytgan metrimga men bilasizlar javob beraman. Quloq 20 dedimmi, 20 ga javob inshaalloh. Hop, buni bo'yiga ham ko'rsatib qo'yaman hozir. Olib borib. Bo'yini aytmayman lekin. Bo'yi mana mashinasida ko'rib olaverasiz. Hammasi yosh oyligi standart, yoshi, qulog'i, bo'yi hammasiniki standart bo'ladi. Bunaqa katta kichik 1 sm, 2 sm razina qilish mumkin, lekin qulog'ida uncha farqi yo'q chiqaysini. Xo'p, buni narxi ham 6,5 million so'm, dastavkasi ichida. Va bundan keyingilarni ham ko'rsataman hozir. Bu 4-chi qo'zi. Nari quloqni ham ko'rsatchi, butun quloqlar mana. Shalpon quloqlar. Bular hali kichkina qo'zi akalar. Mana umumiy ko'rinishi. Bu 4-chi qo'zi. Akalar bu 5-chisi oxir. Xo'p akalar, bu 5-chisi va oxirgisi kichkinasi. Bu partiyani oxirgisi. Keyingi videolarimiz bor. Hali o qo'ylar juda ko'p. Ular chiqarib olish kerak. Xo'p, mana bu 5-chisi kichkintoy ham narxi yengil qo'zi. Mana quyruq razrez. Quloqchalar oldidan ko'rinishi. Mana. Shalpon quloq. Mana. Oyoqchalari. Xo'p, buni bo'yi kichkina, bo'yi bir bo'lsa 70 atrofida bo'lishi kerak, 70. Quloqlari 19. 19 ga 70 bo'yi. Xo'p, buni narxi 5,5 millionga dastavka qilib yetkazib beraman. 5,5 million so'm mana. Mana, quyruq. 5,5 million so'm dastavka ichida bepul. Mana telefon qilaverasizlar akalar. Hop. Ularning imkon darajasiga chiqaraman. Endi buni navbat bu katta sog'liqlarga qoldi. Mana shu katta sog'liqlar chiqarishim kerak. Juda ko'p deydi hozir. Va hammasini chiqarsak inshaalloh. Xo'p, o'tkazgan vaqtlaringiz rozi bo'linglar. Obuna bo'lib qo'ysalaring. Qo'ylar chiqqanda ko'rinib olmaysizlar. Xudo xolasa hammasini bir-bir chiqaramiz. Hammasini narxiga yarasha bir-birini ko'rsatmayapti bu yerda qo'ylar, umuman. Qo'y ko'p. Obuna bo'lib qo'ysalaring. Hammasini ko'rasizlar akalar. O'tkazgan vaqtlaringiz rozi bo'linglar. Ismim Abduqodir, kanalga obuna bo'lib, mana shu qo'ramiz, yangi qo'ramiz, xudo xolasa kelaverasizlar. Yaqin uylarning shu vodiy ichidagilar kelib ko'rib tanlab olaverasizlar akalar.